Assalomu alaykum, xayrli kech, muhim ayol qizlar. Sizlar bilan Madina Tursunova 7-dars Ramazonda tozalanish strimlarimizda ko'rishib turibmiz. Bugungi mavzuyimiz odamlar nega yomonlik qiladi. Birinchi bo'lib eslatib o'taman, muhim ayol Telegram kanali, muhim guruh sahifasida a, oxirgi postimiz tagida kommentariyda siz bilan gaplashamiz. Savol berganimda mana shu yoqqa javobni yozsangiz, men o'qib turaman. Demak, darsliklarimiz sizga yoqyaptimi, manfaatli bo'lyaptimi? A, Har safar zapis qoldiryapmiz. Kim agar efirda ishtirok eta olmasa, zapislarni eshitib chiqsanglar bo'ladi va albatta foydali, manfaat yo'lida tanishlarga jo'natsanglar ham bo'ladi. Xo'p, bugun siz bilan odamlar nima uchun yomonlik qilishi haqida gaplashamiz. A, Biz insonlar juda ham ko'p mana shu narsadan noliymiz. U inson menga yomonlik qildi, mana bunisi yomonlik qilmoqchi, men bilaman, mana bu insonni menga yomonligi bor, ichida g'arazi bor. Yoki bo'lmasam, agar men qo'yib bersam menga yomonlik qilishadi, men shustri bo'lishim kerak, kuchli bo'lishim kerak, aqlli bo'lishim kerak. Ulardan ko'ra qaysidir ma'noda xitriroq bo'lishim kerak. Mana shunaqa qanaqadir jang maydonidagi kurash ma'nosida yashab o'rganib qolganmiz va hamisha odamlardan yomonlik kutish, a, hattoki qo'ynida kiri yo'q insondan ham yo baribir ishonmayman chunki yomonlik chiqishi mumkin degan yo'sinda fikr qilishga o'rganib qolganmiz, to'g'rimi? Va kelinglar, birinchi biz sizlar bilan определиться qilib olamiz. O'zi aslida yomonlik bu nima? Yomonlik deganda biz nimani tushunamiz? Mana shu narsani yozing, men javoblaringizni o'qiyman. Xo'p, javoblaringiz. Yomonlik deganda ko'rolmaslikni tushunaman. Hasada, birovga ichqoralik qilib yashash, birovni hayotiga yomon ko'z bilan qarash. Xo'p, kimnidir sizga g'arazligi borligini sezib turadi odam. Xo'p, g'arazlik, birovga zarar berish, noqulay ahvolga tushirish. Bularni hammasi, hasad biz uchun yomonlik deb tushunamiz. Yana nimalarni, ko'p bunaqa faktorlar, nimalarni biz yomonlik deb qabul qilamiz hayotda. Xo'p, o'z manfaati yo'lida birovni qurbon qilish. Xo'p. Mm, O'zi baxtsiz bo'lsa, boshqani ham hayotini zaharlash bo'lishi mumkin. Xo'p. Yomonlikka yomonlik bilan javob berish. Mhm. Birovni qiynalayotganini ko'rib maza qilish, yordam bermaslik, aldash. Aha. Kimnidir hammani ko'zida odamlarni ko'ziga yomon ko'rsatish, kimnidir. Oldida boshqacha gapirib, orqasidan boshqacha gap qilish. Xo'p. Demak, taxminan tushundik siz bilan. Biz yomonlik deganda hammamiz har xil narsani tushunamiz. Lekin qanaqa qilib to'g'rilasa bo'ladi? Hozir shu haqida gaplashamiz. Bo'ldi, yozishni to'xtatsanglar bo'ladi, davom etamiz mavzu bo'yicha. Demak, biz tushundik. Yomonlik
o'zimizcha ta'rifladik har xil. Bu o'zi bir qismini yozdik-da, o'zi aslida hayotda judayam jami insonlarni fikrlashini oladigan bo'lsak, biza ko'p narsani yomonlik deb qabul qilamiz. Haqiqatdan ham yaxshilikdan ko'ra ko'proq yomonlik ko'zi bilan qaraymiz va shunaqa xulosaga kelib qolganmizki, dunyo yomon, dunyo dushman, odamlar dushman, odamlar faqatgina olishni biladi, berishni bilmaydi, faqatgina aldashni, kiydirishni, uxlatishni, endi hozirgi tilda aytyapmanda, faqatgina foydalanishni, faqatgina o'zini baxtini ko'zlaydi va shunaqa xulosaga kelib qolganmiz Allohni bandalari haqida. Bugun man sizlarga mana shu yomonlikni boshqa taraflama ochib beraman. Lekin ungacham keling, yana bitta savolim bor. Asosan bizga yomonlik kimlar tomonidan qilinadi ko'proq? Shuni yozing. Xo'p, javoblaringiz yaqinlarimiz, bizni yomon ko'radigan odamlar, yaqinlarimiz, qarindoshlar, qo'shni o'sim, qaynsingil, qaynopalar, eng yaqinlarimiz, asosan o'zimiz, qaynonamiz, ko'proq do'stlar. Demak, asosan qarangki, eng yaqinimizdagi insonlardan biz eng katta yomonlik deb hisoblaydigan holatlarni qabul qilamiz, to'g'rimi? Endi men sizlarga yana mini savolim, boshida birinchi darslikda kim ishtirok etgan bo'lsa, man sizlarga aytgandim, man hayotda har qanaqa muammoni, problemani boshqacha nomlayman deganman. O'sha so'z kimni esida? Zadача. Молодец. Ismingiz yo'q ekan. Super. Masala. O'zbekchasi masala, ruschasi задача. Judayam to'g'ri. Bilasizmi, bugun man sizga isbotlab beraman. Mana shu yomonlik ham aslida bizga kelgan, yechilishi kerak bo'lgan masala ekanini va undan ham zo'r tarafi, mana shu yomonlik ham aslida bizni xayrimiz uchun kelganini va agar biz shuni hikmatini topsak, bu yomon vaziyatlar tezda hayotimizdan chiqib ketishini man sizga isbotlab beraman. Demak, qarangki, biz o'zimizga savol berishimiz kerak shu joyda. Allohim mehribon, Allohim bilamiz, biz ilohiy kitoblarimizda o'qiganmiz qanchalik Ar-Rahmon, Ar-Rahim ekanini, qanchalik rahimli va mehribon zot ekanini va qanchalik u o'zini mehridan bir parchasini insonlarni orasiga sochib bizga, ya'ni taqdim qilganini. Va ishonchimiz borda Allohga, lekin uni yaratgan bandalariga, u yaratgan hayotga va taqdirimizga mana shu joyda ishonchimiz yo'qligini isboti shuki, biz hayotimizga birinchidan yomonlik kelsa, to'satdan keldi deb o'ylaymiz. Ikkinchidan, isyonga boramiz odamlarga nisbatan, Robbimga nisbatan, hayotga nisbatan. Uchinchidan, o'zimizga savol bermaymiz. To'xta, bu yomonlikni Allohim aytgan oyatlarimizda, yaxshilik bo'lsa mandandir, yomonlik bo'lsa o'zingizdandir degan. Nima uchun mani hayotimga hozir yomonlik kirib keldi? Nima uchun menga bu inson yomonlik qilyapti? Va nimaga men srazu u odamni yomon ko'rishga tushib ketyapman? Nimaga men o'zimga savol bermayapman? To'xta, Allohim izn berib qo'ydi shu vaziyatni amalga oshishiga mani hayotimda. Demakki, bu inson qilayotgan bo'lsa ham Alloh ko'rib turibdi. Demak, bu vaziyatni orqasida boshqa bir masala bor, boshqa bir hikmat bor degan savolni bermaymiz. Endi kelinglar tasavvur qilamiz. Bizga yana bitta to'rtinchi narsa esimdan chiqdi qizlar. To'rtinchi narsa, lekin bu savolni ko'pchiligimiz rostdan ham beramiz. Nimaga bizga eng yaqinlarimiz pichoq uradi? Nimaga eng yaqinlarimiz bizani og'riqli nuqtamizga bosadi? Nima uchun biz eng katta udarni eng yaqinlarimizdan, yonimizdagi insonlardan, eng ishongan, eng suyanganlarimizdan yeymiz? Mana shu pandni deymiz. Va bugun men sizga tushuntiraman, nima uchun eng yaqinlarimiz tomonidan bizga bu udar kelishini. Hozir sizga savolim, tasavvur qiling, yaqiningizmi, do'stingizmi, farqi yo'q kim. O'zingizni bir masalangizni hozir ko'z oldingizga keltiring. Sizga nimadir yomonlik qilishdi, bitta inson qildi va mana shu vaziyatga, u insonga biz qanaqa reaksiya qilamiz qizlar odatda? Shuni yozing. Tak, qizlar,
ikkita uchta SMS kelibdi, что ovoz eshitilmayapti, ovoz yo'q degan. Lekin ko'pchilik bu ответ yozyapti. Qanaqa sizlarda ovoz, yaxshimi? Davom etaveraymi? Manga e'tiboringlar shuni. Da, yaxshi, zo'r deyishyapti. Bo'ldi, qizlar, kimda muammo bo'lsa, efir boshlangungacha harakat qilinglar, to'g'rilab nastroy qilib olishga, va biz davom etamiz. Demak, bizga yomonlik qilishganda biz qanaqa reaksiya qilamiz? Javoblaringiz: "Men indamay gaplashmay yuraman, sendan kutmagandim" deyman. "Qilgan ishi esimdan chiqmaydi, ming yaxshi bo'lib ketsa ham esimda turadi. Indamayman, indamay Allohga havola qilaman. Xafa bo'lamiz, asabiylashamiz. Hech narsa qilmayman, indamayman, Allohga topshiraman. Srazu o'zim reaksiyamni ko'rsataman." Aha, tasavvur qilaman qanaqa ekan reaksiyangiz. Am, tak. Qochishga harakat qilamiz vaziyatdan, urushib gapirmay qo'yaman, lekin vijdonim qiynaladi, esimdan ham chiqib qoladi ko'p holatda. Mhm. Gapirmayman, gaplashmayman, xafa bo'laman, haqqiga duo qilishni o'rganaman. Mashalloh, super. Bugun вот именно duo nimaga qilishimiz kerakligini ham tushuntiraman. Ichimga yutaman, umuman qilgan ishi esimdan chiqmaydi, urushaman, gaplashmayman, yig'lab olaman. Xo'p, bo'ldi, rahmat, yetadi. Asosan qaranglar, negativniy reaksiya, to'g'rimi? Salbiy reaksiya bizda har bitta yomonlik kelganda bizda salbiy reaksiya. Endi men kechagi, undan oldingi darslarimizda har bitta vaziyatga to'g'ri interpretatsiya qo'yish, ya'ni xulosa berish va ana shu vaziyatdan hikmat qidirish haqida sizlarga ko'p o'rgatdim. Ya'ni biz mana shu vaziyatga ham, har qanaqa insonni, har qanaqa bizga qilingan ishiga ham Allohning inoyati va bizga kelgan masala deb qarashimiz kerak. Va buni ortidan biz dars qidirishimiz kerak. Ya'ni mana shu inson menga nimani ko'rsatib beryapti. Endi men sizga aytay, bitta savol sizlarga. Tasavvur qiling, siz uyingizdasiz, xonadasiz va uyimizda bir nechta oynalar bor. Masalan, komodingizni oynasi, shkafni oynasi, eshikni oynasi yoki bo'lmasam qanaqadir bir eshik, mana bu oyna, romdagi oynalarimizda отражение ozgina bo'lsa ham aks borda. Endi menga aytingchi, biz deylik, qaysi oynada o'zimizni ko'proq, yaxshiroq, nima deydi, cho'tki ko'ramiz, aniq, tiniq ko'ramiz o'zimizni qaysi oynada? Bitta xonada turibsiz, tasavvur qiling. Qaysi oynada siz o'zingizni tiniqroq ko'rasiz? Da, qizlar, chatda iltimos bir-birlarni chalg'itmay turinglar. Savol berganimda yozasiz и temani eshiting, bo'lmasam tushunmay qolasiz. Da, ichkaridagi oyna yanayam mana siz bitta xonada turibsiz, tasavvur qiling. Qaysi bir nechta oyna bor atrofingizda. Qaysi biri sizni eng tiniq ko'rsatadi? Aha. Ну, sal boshqacha tushunyapsizlar savolimni hozir. Komod, shkaf, shifonier. Da, bo'lishi mumkin. Farqi yo'q, u nimani oynasi. Lekin sizga nisbatan a, qanaqa turgan oyna sizni eng tiniq, eng cho'tki, eng zo'r ko'rsatib beradi? To'g'ri, yorug'lik ham, no yanayam. Вот yaqin kelyapsizlar, ro'paramdagi, qarshimdagi yanayam umumiy qilib aytganda tozalanganda, bu ham zo'r, bu ham to'g'ri keladi. Aha. Yanayam aniq aytganda, qaysi oyna вообще sizlarni eng zo'r ko'rsatib beradi? Eng вот, Munisa Ravshanovna, молодец, eng yaqini. Eng yaqini. Da, qizlar, eng yaqin oyna bizani eng zo'r ko'rsatib beradi. Mana sizlarga ответ, nima uchun bo'ldi, yozishni to'xtating. Nima uchun eng yaqin insonlarimiz bizga qattiq og'riq berishini? Chunki eng yaqin oynamiz bu bizni eng yaqin insonlarimiz. Tushuntira oldimmi, qizlar? Allohim insonlarni, dunyoni shunaqa mexanizm qilib yaratganki, har bitta insonda, har bitta vaziyatda, har bitta holatda biz o'zimizni aksimizni ko'ramiz. Ularni yomon ko'rish, nafratlanish, to'g'irlashni o'rniga ana shu insonlardan o'zimizni aksimizni, o'z kamchiligimizni, to'g'irlashimiz kerak bo'lgan holatlarni topishimiz kerak. Shuning uchun ham eng yaqinlarimiz, eng yonimizda yashayotgan oilamiz a'zolari, ba'zan eng yaqinimiz bo'lgan juftimiz yoki onamiz bizga mana shu aksimizni, bizdagi kamchilikni ko'rsatib beradi. Bugun mavzuni oxirigacha inshaalloh harakat qilaman sizlarga yanayam batafsil yetkazib berishga. Endi kelinglar biz qarab ko'ramiz, aslida bu hodisalarning ortida nima bor. Agar biz bizni jazolashga yuborildi, mana iymon keltiramizda Allohga va mana shu joyida Allohimdan shu vaziyatlar kelayotganini bilib turamiz. Lekin nima uchun bu hodisa Allohdan kelayotgan bo'lsa, uni ortida nima borligi haqida o'ylab ko'rmaymiz.
Mayli, kim qanaqa tushunsa, hayot tomonidan, dunyo, borliq tomonidan, psixologik tilda gapiradigan bo'lsak, mana shu situatsiya meni hayotimga kirib keldi. Nima uchun? Bu, buni man u insondan nafratlanmayman-da, lekin, man o'ylab ko'rmayapmanki, mani nimamni tarbiyalash uchun keldi, nimani tarbiyalash uchun yuborildi menga bu vaziyat va bu inson demayapman. Shu joyda man sizga albatta aytamanki, siz aytishingiz mumkin: "Madina, qanaqasiga? U insonlar o'ziyam shunaqa bo'ladi, o'ziyam, bilib turib qiladi, tushunib turib qiladi. Ularayam robot emas-ku, miyasi bilan qilyapti shu narsani, mana shu yomon ishni." Bu joyida bu uni shaxsiy chegarasi. Uni Robbim bilan ishi. Agar u sizga nisbatan haqiqatdan ham nohaqlik, qanaqadir harom-xarish ish qilayotgan bo'lsa, bu uni territoriyasi, bu uni o'zini javob beradigan amali. Tushunyapsizmi? Ya'ni sizga nisbatan qilinayotgan amal bu undan chiqayotgan amal va u o'zi javob beradigan amal. Tushuntira oldimmi? Qizlar, chegarani bilishimiz kerak qayerda tugayotganini. Biz uni o'zgartirishga, uni tarbiyalashga, unga nohaqlik qilayotganini isbotlashga uringanimizda, biz uni shaxsiy chegarasidagi uni amali uchun javobgarlikni bo'ynimizga olayotgan bo'lamiz. Bizga bu kerakmi? Kerak emas, qizlar. Va mana shu joyda tushunishimiz kerakki, u insonlarni o'zini travmalari, o'zini defitsitlari bor, o'zini qanaqadir hayotiy qiyin holatlari borki, mana shu vaziyatga shunaqa ish qilishga u muhtoj. Lekin bizni ishimiz bo'lmasligi kerak. Uni maqsadlari, u nima xayol bilan bu ishni qilayotgani haqida o'ylamasligimiz kerak. Biz o'z shaxsiy chegaramizdagi holatga e'tibor qaratishimiz kerak. Nima uchun mani hayotimda bu narsa bo'lyapti? Nima uchun menga nisbatan bu qilinyapti? Nima uchun men bunaqa situatsiyaga tushdim? Va mana shu joyda biz javob topishni boshlaymiz. Da, demak, eng yaqinim yoki mani ishonganim yoki mani ota-onam yoki mani juftim yoki men bilan bitta xonadonda yashayotgan o'sinim, qaynsinglim, qaynopam, qaynim, qaynonam mani o'zimni ko'rsatib beryapti. Nimamni ko'rsatib beryapti? Mhm. A, Davom etamiz. Tak, tushunarli bo'lyapti qizlar. Men o'zim ham bu narsalarni 2 yil oldin o'rganishni boshlaganimda judayam hazm qilishim qiyin bo'lgan. Agar siz hozir buni tushunmayotgan bo'lsangiz, qanaqasiga deb ichingizda isyon boshlanayotgan bo'lsa, bu normal holatligini aytmoqchiman sizga. Ya'ni birdaniga bu miyangizga kirib o'zgartirib qo'yadigan, birdaniga осознанный ko'z bilan qaraydigan insonga aylantirmaydi. Uni sekin asta siz anglashni boshlaysiz. Muhimi, mana bugungi darsda mana shu narsani urug'i sizga ekildi. Va bugun harakat qilamiz bir nechta razborlarni qilishga, sizga tushuntirishga oxirigacha. Lekin, agar bugun siz bu narsani tushuna olmayotgan bo'lsangiz, angla olmayotgan bo'lsangiz, qanaqasiga degan savol hali ham turgan bo'lsa, o'zingizni ayblamang. Demak, mani hali ongim o'smabdi, rivojlanmayapman, tushuna olmayapman, hamma tushunyapti demang. Hammani ongi har xil va vaqt kerak bo'ladi bu narsani anglab yetib, keyin hayotga tatbiq qilishga. Bugun, man murakkabroq tema bo'lgani uchun mana shu joyigacha tushuntirgim keldi. Ya'ni, bu munosabatlardagi hikmat deyiladi. Har bitta inson, bizni nimamiznidir ko'rsatib berayotgani. Hozir men misollar tariqasida sizni vaziyatingizni ko'rib chiqib aytib berishga harakat qilaman va ana undan keyin Xudo xohlasa sizga vazifa beraman. Keling, qisqa bitta gap bilan sizga kim, qaysi inson va qanaqa yomonlik qilayotganini yozib qoldiring va mana shu narsani tahlil qilamiz. Da, vaqt o'tgan sari, bu insonlardan xafalik qoladi, chunki siz tushunishni boshlaysiz, aslida bu vaziyat siz bilan nimaga sodir bo'layotganini va, buni orqasida nima hikmat turganini. Xo'p, birinchisi, masalan, mani o'sinlarim ko'ra olmaydi. Mayli, bu siz tarafdan aytilgan narsaga obyektiv, ko'z bilan qaraymiz. Deylik, haqiqatdan ham sizga bitta boshqa inson tomonidan hasad bo'lyapti. Endi mana shu joyda o'zimizga savol berishimiz kerak. Oynaga qaraganingizda, agar oyna sizga hasad ko'rsatib berayotgan bo'lsa, demak, mani o'zimda nima bor? Balkim, mana hasad kimga qilinadi? Hasad aslida,
judayam nima deydi, nimasi bilandir faxrlansa bo'ladigan, zo'r, bir narsasi bor bo'lgan insonga qilinadi. Balki biz bu yoq tarafda oynaga qarab turib kibr ko'rsatayotgandirmizki, faxrlanib, mana menda bor shu narsa, menda bor shu chiroy, menda bor shu baxt, menda bor shu pul, menda bor shu resurs deb va ikkinchi tarafdan bizga aks hasad ko'rinishida kelayotgandir. Ya'ni bu degani bu pulni, bu chiroyni, bu baxtni yo'q qilish shart emas, balkim bu narsa bilan kibrlanishni to'xtatish kerak va ana shunda atrofdagilar oddiy ko'z bilan qarashni boshlaydi, hasad ko'zi bilan emas. Tushuntira oldimmi? Keyingisi, demak, masalan, qaynotam yomon so'zlar bilan haqorat qilishadi. Xo'p, bunaqa holatlar o'zbek oilalarida aktual tema va deylik, xo'p, oilada birga bitta bosh nima deydi, tom ostida yashayotgan bir insonimiz yomon so'zlar bilan haqorat qilishyapti. Biz bitta uyda yashaymiz, bitta oila hisoblanamiz, lekin menga yomon so'zlar bilan haqorat qilib botyapti. Endi men sizga savol bersam, tasavvur qiling, yana o'sha narsa. Oynaga qarayapsiz, u yoqdan sizga haqorat kelyapti. Birinchisi, bu yoqda siz nima deydi, aks tarafdan sizga haqorat kelayotgan bo'lsa, bu yoqda turgan inson sifatida siz birinchi o'rinda balkim o'sha haqorat fikrlar o'zingiz haqingizda ichingizda bordir. Samootsangizni ko'rib chiqish kerak. Ikkinchisi, u insonni radnoydek qabul qilmaganlik bo'lishi mumkin bu yoqda. Ya'ni otamiz ham, masalan, ko'pchilikning otasi so'kadi, urishadi, haqorat qiladi, lekin biz buni normal holat deb qabul qilamiz. Nimaga? Chunki radnoy insondek qaraymiz. Lekin begona oilaga borganimizda o'zi aslida begona emas, ular ham уже radnoy bo'ladi. Birlashib ketamiz qon orqali. Lekin o'sha turmush o'rtog'ini otasini biz begona deb hisoblab, uni gapirayotgan gaplarini haqoratdek qabul qilamiz. Nimagaki biz u insonga ko'chadagi begona insondek qaraymiz va atrofimizdagi shu insonlar bizani bu holatimizni his qiladi. Da? Keyingisi, qizlar, uzun yozsanglar man anaqa o'qiy olmay qolaman. Iloji boricha qisqa bitta gap bilan kim yomonlik qildi, nima qildi shuni yozing. Keyingisi, tak, qisqarog'i. Hamma qarindoshlarga, demak, kimdir mani erkak bo'lib yomonlab yuradi. Xo'p, bu yerda, значит, qaysidir erkak oila a'zosi, balkim qaynota, balkim qaynaka, qaynuka kimdir erkak bo'lib turib mani yomonlab yuradi degan zaпрос kelgan. Mana shu joyda yana oynaga qaraymiz. Давайте. Aks etyapti. Aks u yoqda xatti-harakat qilyapti. Sizga nisbatan atrofingizdagi insonlarga orqangizdan yomonlayapti. Demak, bu yoqdagi aks nima beryaptiki, shunaqa reaksiya olyapti u yoqdan. Balkim bu yoqdagi aks, mana bu yerda men ko'raman, erkak bo'lib turib degan narsani ko'raman. Ya'ni erkaklarni tan olmaslik ko'rinyapti. Ya'ni men ayolman-ku, erkak bo'lsin, bu tagida erkak emas-da, bu shuning uchun ayol kishiga nisbatan shunaqa narsa qilyapti degan anaqa ketyapti, pasil ketyapti bu yerda. Balkim mana shu oiladagi shu erkagimizni, shu erkaklarni biz ayollardan pastroq nazar bilan qarayapmizki, ular bu narsani his etib bizga nisbatan shunaqa ish qilishyapti. Keyingisi, kasalliklar haqida xudo xohlasa keyingi mavzularda gaplashamiz. Bugun пока insonlarning munosabati yomonligi haqida. Так. Так, qizlar, situatsiya emas, bu именно конкретно. Kim yomonlik qildi va nima qildi? Shu narsani qisqa yozsangiz menga osonroq bo'ladi. Uzun bo'lsa anaqa qilyapman, qiynalyapman o'qishga. Tak, ko'rolmaslik haqida aytdim, hasad haqida aytdim, oiladagi qabul qilmaslik haqida aytdim. Zapisni keyin qayta eshitinglar. Почти o'xshashda, odam har xil bo'lsa ham, situatsiya bir xil. Tak, turmush o'rtoqda qizg'onish bu yomonlik emas. Давайте buni to'g'ri определить qilaylik. Bu rashk, erkak kishining rashki sevgiga asoslanadi, qizg'anishga, himoyaga asoslanadi. Bu yomonlik emas.
Super, mana o'sha tan olish ketyapti. To'g'ri gapirdingiz. Rostdan ham manda erkinligi, nopisandlik bor ekan. Молодец. Bu judayam katta mardlik. Srazu o'zini ошибкасini tan olib, inshaalloh to'g'rilasangiz yanayam go'zal bo'ladi. Bugundan boshlab mana shu oilangizdagi erkak a'zolarga kim bo'lishidan qat'iy nazar, sizdan kam pul topsa ham, sizdan kuchsiz bo'lsa ham, qo'lidan hech balo ish kelmayotgan bo'lsa ham, divanda yotgan bo'lsa ham, Alloh shuni erkak qilib yaratgani uchun просто ichki уважение ko'rsating. Shart emas nimadir qilishingiz ham. Просто ichingizdan qabul qiling. Всё. Buni Alloh taolo erkak qilib yaratib qo'ygani uchun уже mandan ustun. Mandan ustun bo'lishi uchun u ko'p pul topishi, nimadirlarni amalga oshirishi, zo'r bo'lib ketishi shart emas. Men и так shu insonni erkakligi uchun уже уважать qilaman. Вот, mana shu yerdan boshlanadi. Keyin sizga nisbatan erkaklarni kim bo'lishidan qat'iy nazar женственный отношенияsi boshlanadi. Нежный отношенияsi boshlanadi. Chunki o'sha yerda ayol kishi уже o'zini pozitsiyasini, o'zini o'rnini egallaydi. Tak, savollar ko'payib ketdi. Men hozir ko'zim tushganiga harakat qilaman. Aha. Xo'p, erni so'kishi, boya aytdim. Qaynotani so'kishi bilan bir xil narsa. Qarang, qaynopam menga ko'p qo'pollik qilib uyimni buzib yubordi. Mana shu joyda сразу ikkita ma'no ketyapti. Birinchisi, biz qaynopaga уже interpretatsiya berib qo'yganmiz. U qo'pol degan va ikkinchisi uyimni buzib yubordi deganda siz uyni o'zingizniki, ya'ni uymi, oilami farqi yo'q, nimani nazarda tutyapsiz? Mana shu territoriyani o'zingizniki hisoblab qaynopani alohida u chiziqdan u yoqqa chiqarib qo'ygansiz. Tushunyapsizmi? Va mana shu siz oynaga qaraganingizda siz u yoqda aytyapsiz. Sizga aks kelyapti. Qo'pollik, sizni uyingizga go'yoki aralashuv, ajrashtirmoqchi bo'lish, shunaqa narsa. Siz bu yoqdan, значит, shunaqa посыл beryapsizki, san begonasan, san уже ketding, san bu oiladan emassan, san bu uydan emassan. Bu uy ham, territoriya ham, oila ham maniki, bu yerda mani gapim gap. Ya'ni bu yerda ozgina territoriyani qizg'anchiqlik, konkurensiya, ozgina u insonni qabul qilmaslik ketyapti-da. Va e'tibor beringlar, biz kim oila a'zoyimiz bilan muammo bo'lsa, ko'pincha mana shu bizani yomon ko'rishsa, aslida biz u insonlarni qabul qilmayotgan bo'lamiz. Aslida biz u insonlarni o'z komandamiz deb hisoblamayotgan bo'lamiz. Ovsinmi u, qaynsingilmi, qaynopamiz siz bilan yashaydimi, uzoqda yashaydimi, farqi yo'q. Biz u insonga begonadek, san вообще menga tegishli emassan deb haqqing yo'q deb qanaqadir chetlashtirib qo'yayotgan bo'lamiz va u insonlar mana shu qo'polligini orqasidan, urush janjalini, kirib sizni buyumlaringizni olish, urishtirish, er-xotinni har xil g'araz narsalar bilan o'zi tagida nima motiv desangiz, aslida ular prosta o'zini mana shu oilani a'zosi muhim va kerakli his qilib o'zini o'rnini bor qilishga intiladi. Ya'ni yaxshilik bilan qila olmaydi-da, qo'ldan kelmaydi. Yomonlik bilan mana ko'rib qo'ylaring, men ham borman, men ham shu oilani a'zosiman deb kurashadi o'rni uchun. Значит, kurashyaptimi, bu yerda siz uni o'rnini prosta yo'q qilayotgan bo'lasiz. Hech narsa qilmasangiz ham ichingizda prosta qabul qilmayotgan bo'lasiz. Mhm. Давайте yana bitta men savolga javob beraman. Ozgina miyam charchab qoldi. Xudo xolisa ertaga qolganini gaplashamiz. Tak, qaynsingil qo'pollik qilishi xuddi hozir aytgan narsam. Mm, Tak, man shunaqa erni aka, uka, opa singlisiga kelindek qolib, yaqin bo'lmay sirimizni bermaslikni tushundim. Yo'q, bu yerda-chi, qarang, shart emas. Yaqin qabul qilish degani mana ota-onamizga ham hamma sirni aytolmaymiz-ku. Bu degani hamma sirni aytib, darvozalarni ochib, kirib xonangizga yotqizib qo'ying degani emas. Siz distansiya saqlashingiz mumkin. Faqat ichingizda bu insonlar mani oilam, bu insonlar bilan men bitta qondoshman, bu insonlar mani родной insonlarim deb qabul qilish kerak. Bu qizlar vaqt talab qiladi. Siz bir kunda, bir oyda qilmaysiz bu narsani. Boshida hamma hayron qoladi, lekin sekin-astalik bilan vaziyatdan faqat shu yo'l bilan chiqasiz. Men sizlarga garantiya beraman. Siz o'zingiz o'zgarmasangiz, mana insonlar 10, 15, 20, 30 yillab yashayapti. Haliyam o'zidek qabul qilinmagan kelinlar bor. Gaplashsangiz bilasizki, ular o'zi aslida haliyam o'sha oilani qabul qilmagan bo'ladi. Вот, qabul qilish haqida hozir aytdim qizlar. Yana bitta qayta eshitinglar bugun.
Уже tushunasizlar, да, молодцы, zo'r, zo'r. Uzun savollarni tashlab ketyapman qizlar. Aytdim-ku, bitta gap qilib yozing. Uzun judayam hozir boshqalarni ham vaqti ketib qoladi. Э, Так. Yomonlik qizlar. Yomonlik deb hisoblaydigan narsa dedim. Turmush o'rtog'ingiz bolalarga qattiq turishi bu yomonlik emas, bu tarbiyalamoqchi bo'layotgani. Давайте to'g'ri interpretatsiya qilamiz vaziyatlarni. Rahmat yaxshi fikrlar uchun. Da, hamma narsa fikr kuchiga bog'liq. Hozir bugungi tema haqida gaplashaylik. Давайте qolgan savollarga keyin, xo'p? Hop, erim bilan yarashaman desam, yo'q deb turib olganlari, hamma aybni menga qo'yayotganlari. Mana shu gapni agar ochsangiz, aytyapsiz, hamma aybni menga qo'yayotganlari deyapsiz. Endi tangani u yoq tarafiga qarasangiz, sizni fikringizda aslida men aybdor emasman, hamma narsaga erim aybdor deyapsiz. Va siz aks jo'natyapsiz, что u hamma narsaga aybdor. Keyin sizga javoban oyna shuni ko'rsatib beryapti, yo'q, aslida sen hamma narsaga aybdorsan deyapti. Понятно? Ya'ni o'zimizdan chiqqan narsa o'zimizga yetib kelyapti. Va ichingizda siz mana shu haliyam ayblayotganingiz uchun o'zingizda yarashishga tayyor emaslik bo'lgani balkim bor. Balkim o'sha ayblab qanaqa yashayman ertaga degan ikkilanish bor. Ya'ni o'zingizdan chiqayotgan narsaga u inson haliyam yarashishga sizga qadam qo'ymayapti. Tushuntira oldimmi? Bitta ko'rib chiqing. Da, judayam chiroyli narsa Sobitova. Mo'minga ko'zgu aks bo'ladi. Молодцы, super. O'zi aslida hamma narsa dinimizda bor. Biz esa psixologiyaga asoslangan ilmlarni olib, ochib, hayotga tatbiq qilib gaplashamiz sizlar bilan. Xo'p, qizlar, bugunga yetadi. Meni ham miyamni o'ylanglar, ozgina charchab qoldi bugun. Nu harakat qilaman. Sizlar uchun rivojlantirib, ertaga inshaalloh yanayam zo'r mavzuyimiz bor. Men hozir sizlarga aytaman qanaqa mavzu ekanini. 8-mavzuyimiz. O, вообще шикарный mavzu. Biz nimalar bilan bandmiz? Umrimiz qanday o'tmoqda? Shikarnейший mavzu haqida gaplashamiz. Вообще men yaxshi ko'raman bu mavzu haqida. Вообще интересно bo'ladi, xudo xohlasa. Men sizlarga vazifa beraman. Inshaalloh Ramazonda tozalanish bepul darsliklarimiz 30 kun davom etadi. Hali yana oho qancha darsimiz bor. Har bittasini propuskать qilmasdan, bir-biriga ulangani uchun yaxshilab o'zlashtirib vazifalarni bajarib chiqinglar. Hamma zapislar bor va hammasi inshaalloh qoladi. 30 kunlik bepul darslarimiz tugagandan keyin сразу же 1-apreldan mani 2 yil deganda endi yangi kursim ichimdagi huzur 10 haftalik kursim boshlanadi. 2,5 oy davomida biz siz bilan har hafta hali gaplashmagan temalarimizda men sizlarga eng sokrovenniy ilmlarimni bo'lishaman va hozir biz sizlar bilan yuzaki gaplashayotgan temalarimizni chuqurroq o'rganamiz. Hozirdan joyingizni band qilish uchun Humayra admin muhim ayol botga murojaat qilishingiz mumkin. Endi sizlarga bugun vazifa. Bitta yomon munosabatni olasiz. Hozir sizga hayotingizda bir inson qilayotgan yomonligini yozasiz va mana shu yomonlikni xuddi men bugun qo'ygan formulaga qo'yasiz. Oynaga qarab turibsiz. U inson sizga mana shu aksni beryapti va u aksga yarasha men o'zim nima qilyapman, nima his qilyapman, nima deyapman, nima amal qilyapman, qanaqa относиться qilyapman, ya'ni qanaqa munosabatdaman u insonga deb tagiga yozib chiqasiz va mana shu joyda Alloh sizni vaziyat orqali o'zgartirmoqchi bo'lgan hikmatni topasiz. Всех целую, обнимаю. Ertangi darsimizda sizlar bilan ko'rishguncha xayrli kech, ro'zalarda charchamanglar, yaxshi dam olinglar.